balkim kartamga kreditim bor, oddiy qilib tushuntirgani, kreditdan olib ketib qoladi, pul tayinlagan zahotim olib ketib qoladi. Shunga sharoit qilolmaymanki, mana shunga kelib aytdim. Aka, menga karta bor, balkim balansaga chiqaman, balkim boshqa joyga, uni tushunish kerak. Men unga yalinmoqchi emasman, to'g'risida. Hammaga assalomu alaykum. Zapravka narx pul yuqori, narx pul qabul qilmayapti, bankomatga so'zsam foiz olyapti, 2 marta foiz to'layman. Shunaqayin ma'lumot juda ham ko'payib ketdi. Lekin menga bo'lgan voqea juda ham qiziq bo'ldi. Bu ham zapravkaga bo'ldi, narx pul bo'yicha, karta bo'yicha shunga bo'ldi. Men qisqacha shu bo'yicha aytib beraman. Keyin chet davlatga ham zapravkalarga kirganman. Shularni qo'yib beraman. O'zlaring xulosa qilasizlar. Endi men chet davlat zapravkasini maqtamoqchi emasman. Bu oddiy bo'lgan voqea. Endi boshqalardan ko'rib, endi o'rnak bo'lsa arziydigan ular bor, balkim O'zbekistonga ham bordir shu uslubiyalar. Men bilmasdirman. Endi korotki O'zbekistonga gaz zapravkaga bo'lgan voqeani aytib beraman. Keyin ularni qo'yib beraman. 2-3 kun bo'ldi, zapravkaga kirdim. Kartamga pulim bor edi. Bu ma'lumotni eshitganman, shuning uchun kartamga pulim bor, lekin kartam yo'q, mashinaga yo'q. Boshqa narsa uchun o'qib qolingan, uydagilar olgan bo'lishi mumkin. Undan keyin men QR kod bilan to'lamoqchi bo'ldim. QR kod Agrobank ekan. Skaner qildim telefonimga, 2-3 marta qildim. Ошибка, noto'g'ri, xato, noma'lum deb shunaqa yana chiqib, ошибка berdi. Keyin aytsam shunaqa bo'lyapti desam operatorga. Biz uni bilmaymiz dedi. Bank xodimi biladi, u kelmagan dedi. Kelmagan emas, ish vaqti tugagan dedi. Xo'p dedim, nima qilishim kerak? Naqd bersam bo'lmaydi. Klik qilib beray desam, kimga qilishni bilmadim. Keyin kutib turdim. Bir odam kelishini, u odam keldi, boshqa odam. Zapravka qiladigan u ham. O'shanga tashlab berdim, u menga pulni ham to'ladi, zapravka qilib olib ketdi. U QR kodni tagiga 1262 mi, mana shunaqa nomer turgan ekan. Poddechka murojaat uchun telefon deb. Ammo unga oddiy fuqaro sifatida murojaat qildim. Kecha mana shunaqa bo'ldi, to'lolmadim. Desam, Zebo ismli Agrobankda xodimi menga chiqib shunaqa desam, to'lolmadim desam, unga aytibdiki, siz Agrobank klientimisiz? Yo'q, men Agrobank klienti emasman, Hamkorbank klientiman. Keyin Hamkorbank klienti bo'lsang, Hamkorbankda QR kod bo'lishi kerak, Agrobankga o'tmaydi. Nimaga o'tmaydi? Universalni QR kod bo'lishi kerak emasmi dedi. Unga 5-6 ta savollar berdim, u aytdiki, siz bilan kattamiz bog'lanadi dedi. Kimdirda aytdiki, u odam bog'landi, erkak kishi salomatlik yaxshiman, Toshkentdanman dedi. Qaysi zapravkaga ishlamoqchi shu narsa dedi. Endi bizlar qishloqqa, men yashayotgan shaharga adres точно определяtsiya qilinmagan Toshkentda. Marqanchi ko'chasi 7-uy degan joy yo'q hozircha. Bo'ladi balki. Keyin men ayta olmadim, unaqa joy yo'q bizga. Shu mana shu zapravka mana shu mahalladagi dedi. Biz dedi 9 ta biriktirganmiz, 9 ta Agrobankka tegishli shot bor ekan zapravkaga biriktirganmiz. U kunduzi soat mana shu vaqtdan mana shu paytgacha ishlaydi. O'sha vaqt borsang, agar shunaqayin voqea bo'lib qolsa, senga puling yo'q, puling bor, kartangga yo'q, kartanga tashlashga imkon yo'q. Shunaqayin shoshilinch bo'lib qolsa, shu xodim sendan pul qabul qilib olishga majbur bo'ladi-yu, sen kartadan o'zi to'lab bankka topshiradi dedi. Men qarashib dedim, bo'ldi, tekshirib ko'ramiz dedi. Men radi interes uchun qiziqdim. Shunaqa bo'ladi, o'xshaydi, yo'q. Keyin men o'sha kuni bormadim, men arkasidan qilmadim. Undan keyin kecha bo'ldi. Yana o'zimning ishim bilan borib, boshqa joy, o'sha joyda emas, boshqa joyga zapravkaga borsam, u yerga Hamkorbank anonsi ekan, shoti ekan. Hamkorbankdan aytgandek bir xodim turibdi. Mana bu yerga bejikmi, noqayin qog'ozchaga ot yozilgan. Turibdi. Gap yo'q. O'tib salom qildim. Aka, shunaqa voqea, hozir men ketyapman. Naqd pulim bor, lekin kartamga yo'q. Shuni sizga bersam, zapravka qilib bera olasizmi desam, biza to'lga karta ochib beramiz dedi. Xo'p,
kartam bor mana. Kartam bor, lekin hozir yo'q. Paynet mana deyapti. Paynet sal bu yoqqa уже biznes boshlangan to'g'risini aytsam. Karta paynet tayinladida, paynet tayinlab olasiz. Keyin to'lash dedi. Yo'q, men kecha majnun joyga telefon qildim. Shu majnun dedi menga to'lab bo'lar ekan, karta ishlatmaydigan bir yoshi kattaroq odam telefon tushunmaydiganlar uchun shunaqa uslubga bor hozircha deb aytdi dedi. Keyin ha bo'ldi, gap so'z yo'q deyapti. Shunaqa to'lovni amalga oshirdi, oddiy qilib tushuntirganda. Pulni berdim qo'liga, to'ladi zakonni, 5% biznesi yo'q. Ana undan keyin men hamkor bankka kichkina savolchi hamkor bank, Livoy bankka. Ya'ni bank xodimi degani chet davlatlarga shunaqa ana oldiga kelgandan galastir kiyim bo'ladi. Salom berib, nima yordam ko'rsata olaman degan savolni berish kerak oldiga borgandan keyin. Bu turibdi mana yo'q. Yaxshimisiz? Yaxshi. Kartamga pul yo'q aka. Shunaqa bo'ladi. Yo'q, karta ochamiz aka mana. Albatta. Aka, mana karta bor. Balki balansaga chiqaman, balki boshqa joyga. Uni tushunish kerak. Men unga yalinmoqchi emasman, to'g'risida. Prosta kartamga bo'lsa men uni olib borib yalinib o'tirmayman, to'g'risi. Shuni to'layman ketaman. Balkim kartamga kreditim bor, oddiy qilib tushuntirgani, kreditdan olib ketib qoladi. Pul tayinlagan zahotim olib ketib qoladi. Shunga sharoit qilolmaymanki, men shuni olib kelib aytdim. Men misol chet davlatga va men Rossiyaga borganman. Zapravka hozir qo'yib berayotgan narsalarni Rossiyaniki bo'ladi. Bironta xodimga ushlasangiz, "Здравствуйте, чем могу помочь? Меня зовут Paloncha, чем могу вам помочь?" deydi. Men sizga nima yordam bera olaman? Meni olsin, Men sizga nima yordam bera olaman? Meni ismim O'tkirvoy. Nima yordam bera olaman deydi. Jumla shunaqa voqea. Mana nima bo'libdi desa, "Xo'p" deydi, shunaqa qildi. Bizga unaqa yo'q. Unaqa bo'lmadi, unaqa yo'q emas. Aytganimdan keyin tochdi mana shunaqa bo'ldi kecha menga degandan keyin bo'ldi, gap so'z yo'q deyapti. Shunaqa to'lab berapti-da. Endi yoshi kattaroq odam borib u yerga majburan karta ochtiradi. To'g'risida. Endi umriga ushlamagan odamlar bor, lekin mashina haydab yuribdi, yoshi kattaroq odamlar. Karta ochishiga, boshqasiga hech nimasiga men qarshi emasman. Prosta foizini yo'qotish kerak, men o'ylayman. Karta bilan to'lash juda udobni. Nima deganga, balki zapravkani kontrol qilish uchun ochilgandir balkim bu mana nima deydi? Bu sistema zapravkani narxini qanchaga sotyapti, nima qilyapti, shu uchun ochilgandir balkim. Hech nimaga udobni yo'q. Beraman, bez dacha, bez necha shuna chiqib ketaman. Lekin prosentlarni sal bo'lsa ham kamaytirish kerak. Misol Hamkor bank o'zini bankomatidan tashlagan paytga hech bo'lmasa 0% bo'lishi kerak. Qanchadir summa, limit, oddiy qilib tushuntirganda, hech bo'lmasa oyiga sredni oylik hisoblasak, sredni oylik 5 million so'm desak, 5 million so'mlik tarif oyiga 5 million pul yechib qaytarib qo'yganga 5% ana undan keyin pajasta prosent bo'lishi kerak. Boshqa davlatlarnikida to'g'risi. Men hozirga zapravkani qo'yib beraman, oddiy mana neft magistral zapravkasiga men ko'p zapravka qilganman. U yerga zapravka qilsangiz 3% sizga bonus kelib tushadi. Misol 100 ming so'mga 3 ming so'm men ko'proq zapravka qilaydim. Pastiyalni dizelni mashina deganman 200 litr ziyod olaydim. Oddiy qilib tushuntirgan 40 ming, 30 ming so'm tushadi obrat. Hozir profilim bor ichiga. Turibdi mana. Keyin behiga bitta mana trassa zapravka bor edi. Gazprom neft buni hamma bilsa kerak. Gazprom neft bilan trassani zapravkani pistoletlari rangi har xil. 92 bilan dizelniki o'xshashroq. Men alashtirib qo'ydimda yo'q. Gazel mashinasiga dizel qo'ydim. Ana unga trassa zapravkasi toptirib qaytaraman, videosini qo'yib beraman.
Короче, bu nima bu? Dizel 10 litr 735 rubl bo'ldi. Nimaga bundoq bo'ldi? Gazelga dizel zapravka qilib qo'yamiz. Hozir mana akalar kashat qilib beraman deyaptilar. Endi pilisos bor, besplatni pilisos shuni ham ishlatib ko'rganman. Assalomu alaykum. Mana bunaqa cho'l joyga mana zapravkaga ana besplatni pilisos bor ekan mana. Ochamiz. Yozib qo'y, besplatni. Nega yoqdim, qanday o'chirishni bilmay qoldimda endi. Hech besplatniga ishlayotermayman. Neft magistral kompaniyasiniki trassa zapravkasiga kirib qoldim. Bu yerga tug'ilgan kun ekan shu zapravkani menga kichkinaroq bir paketga hozir ko'rasizlar. Shu narsani berdi короче. Hammaga assalomu alaykum. Mana hozir trassa zapravkaga kirdim. Mana shuni berdi. Bitta bo'lishkami, pichindimi nima? Bu bo'lishga bo'lish kerak, pichinda emas. Shunaqa narsa berdi короче. Nimaga desam, spasiba ne nada deb aytsam, yo'q, bugun bizda kompaniyamizga 28 yil bo'ldi. Shunga har bir klientga badarga qilamiz dedi. Mana shuni. Rosta kirdim. Shu o'zimga kerak zapravkani aytdim. Oxiriga shuni berdi. Ana mayda narsa, endi arzimaydi-yu. Yoqimli bo'ldiydi-ku, просто приятно. O'zimiz zapravkalarga bilmadim, bo'ladimi yo'qmi? To'lka 80 ni 92 da sotish kerak, sion narxi, qolgani bilan ishi yo'q. O'sha zapravka postoyanno kiradi. Kechqurun zapravka qilsam, katta mashina aylanib to'g'risi 200 tadan ziyod bo'lsam, menga bitta kofe beradi. Еще bonus tushadi, o'zini kartasi bor yo'q, приложениесі bor. Bu bonus ham sizga qanaqadir приятно bo'ladi. Bunaqa endi. Sizdan prosent bo'lmaydi, sizga qaytarib tashlab beradi qanchadir prosent. Короче, shunaqa gaplar men oddiy просто ko'rsatib berdim, o'zimga bo'lgan voqeani aytib berdim. Maylayman shu просто shu prosentni yo'qotish kerak. Qanchadir prosent 100 mingga 3 ming so'm oladi. 3 ming so'm pul emas deyish mumkin ko'pchilik. Endi o'sha pul yo'q bo'lgan payt o'sha 3 ming ham pul shu bizaga shunaqaki bir narsaning narxi 16 ming turibdi. Pul 15 minggacha bor, 16 minglik pul yo'q. Qolganiga zuvachga beraveradi yoki bo'lmasa 2 mingtalik beradi. 1000 so'mlarga hozir kamdan kam joyga ishlayapti, bir kattaroq magazinlarga tanga ishlayapti. U tangalarga karzinkadan men tanga olaman, lekin qaytarib beraman. Agar boshqa joyga beraman desam, tanga o'tmaydi deb qoladi. Endi melishi ishlash uchun tortish kun kelmaydi. Yozib qo'yilgan boshqa deb xo'p deb kisaga solib qo'yib ishni bitganini ko'ramiz. To'g'risini aytsam, boshqa joyga topshiraman. Mana shunaqa gaplar, narxi ham shunaqa melichopga narx qo'yilib, shtobe zuvachkani sotish ham bo'lyapti. Oddiy qilib tushuntirganda mana bu bitta aptekaga kirsangiz ham bir narsa yoki 4 ming yoki 6 ming. Yoki 5 ming, 1 ming so'm to'lab berishingiz kerak, 10 ming berib to'lni qaytarish kerak. 10 ming ham yo'q. Bir narsa 9 ming turadi yoki 11 ming turadi. Mana shunaqa gaplar. Endi narxni qanaqa qo'yish bu tadbirkorni anonsiga bog'langan nima edi? Bo'yniga qarabchi. Narxni ham sal to'g'rilab qo'yish kerak menimcha. Shtobe tez savdo qilib tez chiqib ketish uchun bizga klientni kassaga o'zi oddiy Yevropada olsa kassaga qanchalik tez kassani hisobotini qilish bo'yicha boshqa turlarda samoobslužение kassa qo'yib kassalarni tezroq ishlashgan qilib
ular skanerlar ham tez ishlaydi. Karta bo'lsa ularga ishonch uchun qarab naqd pul o'zimga ham neudobno bo'lib ketgan, naqd pul sanab berib o'tirib qarab orqadan qarab 5-6 kishi qarab turibdi. Bu неприятно oddiy qilib tushuntirganga. Bu bizada hozir положениеga bilmayman. Zapravka qilasiz, antena bo'ldi yo bo'lmadi, bu oddiy qilib tushuntirsa xudoga o'tdimi u yo'qmi? Telefon antena ushlash kerak, telefonni puli bo'lmasa u ham bir problema, QR-koddan tayyorlash kerak. Xuddi shunaqa gaplar. Kartaga ishlash juda zo'r lekin. Bu yoqdagi terminal u QR-kodda ishlamagani endi u hal qilish problemasi emas, oddiy naqd pul berib olib ketgan вообще zo'r. Bilmadim. Meni fikrim shu. Gaplashamiz. Endi men o'z вообще bunaqa temaga video qilmaydim. Majbur bo'ldim. Boshqa tema qilaman.